Hop, barchaga salom. Obuv olami kanalining ashaddiy muxlislari. Biz yana Qo'qon bozordamiz. Farobiy bozor, Optim bozorda. Haftada 2 kun bo'ladi, seshanba va shanba kunlari katta bozor bo'ladi. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, do'stlar, mana shu yerda Yenskiy, Detskiy, Murskoy hammasidan bor. Kiyim kechalar ham bor. Ko'proq bitta obuv bozori bo'ladi. Ertalabki soat 4:00 ochadi. Hop, soat 7-8 gacha Optim bozor bo'ladi. Do'stlar, kelaverasizlar. Obuv Optim bozori, Qo'qon bozoridan lavha. Super narxlarda. Sizlarga qanaqa mavzu trendda bo'layotgan bo'lsa, shuni aytinglar, biz chiqarib beramiz. Kiyim kechami yoki obuv qiziqasizlarmi? Nimaga qiziqsalaring, kommentariy yozib qoldiringlar. Biz sizlarga shularda Optim joylardan videolarni chiqarib, so'nkalarni qilib, chiroyli qilib beramiz, do'stlar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va like bosib qo'yinglar.